Aytilla hanım 3 balam ba, yan toy qilsam bulamdı. Burun 3 qitim toy qilgan, hozir birisi bek olaman deb keynim kirib oldi. Tezroq toy qilayli. Balaringizning dadalardek undaq eski odam emasman. Agar sizning 10 yosh cho'ng bo'lsam dadingizdek kuyniman deydi. Iqtisodiy avval unchalik yaxshi emaskan, biroq bek samimiy, oq ko'ngil tuyuldi. Ham ko'nglim sal tushib qopti. Menga bir oila, bir er bo'lmasa taq yolg'izlik yomonkan, sizning tegaymi, yo'qmi? Voy sizning ishlab chiqarishchiligingizga jeb yuqori ekan-go. Yani neçi balı tuğup andın boldu qilasiz. Bu 3 balı 3 dadının balısı ekan. Ama qilindi jiq to'y qilganlar meyda tillab ketmanglar. Ba'zida taqdir peshon deb qo'ymiz. Qancha peshon bo'lsin, ma kalla degan nimaga ishlatadigan narsa. Endi maningim tegib bir to'g'ib bir ekansiz. Qo'sug'ingiz o'zingizning emas, ijara olib ekan qo'saqma ma joningiz sizning ichingiz og'rimamda. Chunki ko'p bala necha yildan sizga agishib, yili uning bu so'g'isda, yili buning bu so'g'isda, yili aning qapqa qarab, yili maning qapqa qarab, uning ustiga a uyga borsa, o'gay ana, ma sizning qishingizga kelsa, to'xtamay yengishlanayotgan o'gay dada. Nima kun ko'rayotganligini bilamsiz yaqin balalaringizning. Vicdanınız ma işiniz sürüp ketgende bile chiqib ketib qolgan o'xshaydi sizning gapning satin deganda. Yeshining cho'nglimig'i ma'qul, iqtisod yaxshi emasken deb bir tal non bir qach osh ig'ir keldigan odamga a 3 balni sangiltib kayningizga cho'jidek agashtirib kirsangiz, necha kunda anda peshoningiz to'ng'ish tekiltira ballarning yeganini. Yolg'izlik emanken deb sizga samboslan bo'ldi, supatlankaringiz yo'q. Balla ochqanmislan bo'ldi. Bundan ho chiqirib tuyslan bo'ldi. Qandoq kun ko'ryotdi, qandoq kayfiyatda, qandoq psixik cho'ng bo'lyotdi. Uning ulamakaringiz yo'qmi? Boy degandek bir mo'chan chiqib ortiq keldigan ashtaq jenni ara itayotgan odamning uyiga kirib birini tuqqandan keyin, a 3 balangiz ortiq keladi. 4 kunda buning ulamalik chiqib qolgan ko'ngillar to'zib ketib qolsa, keyiningizdan agashtiradigan azodan birisi ko'paydi. Yolg'izlik yamanken, tilchilik yamanken, evimi sonmaydiken demey. Qanday kesib, qanday hüner qilsam, ma 3 balani guldek baqayman dememsiz. Ni anla bag'o sizningga 3 ken bir balnimi bir o'gayning oldiga kirmayman deb jannat tikib pul tepib, oilani qamdab ketib qolgan kishiga qarab o'ltamay. Siz to'q fermisdagi mekyandimi o'takensizga, kakalashqi mas'ul tuxum nag jumlab ketsa, uning bilan hisoblashmaydigan. Mendan tegmayman deb so'mang, o tegamsiz tegmemsiz o'zingizning ishi. Nechaga tegsizmi, o'zingizning ko'ngli qonunda sizga to'y basa nechiga tegib nechin tuqingiz kelsa to'qsingiz bo'laverdi. Lekin mayada maymunning shaptilishidek maningga tegib bu yaxshi emasken deb aningga tegib har birisidan birdan tug'ib mansaq bir to'p balalarning baxtiga o'tirimiz, ma balalar baxtli cho'ng bo'lmaydi. Unda oqibatiga bo'lmaydigan, balalarni baxtli qilinmaydigan, baliq baxtlik, baliq hayot ato qilinmaydigan annimi ana deganlamda. Bu anlik salohiyat yo'q odam to'xtamay kakalab nima qiladi? Mörding tepede jumlaq to'g'inning hammasini kalla deb kim deydi deydi dadam. Haqiqatan ishlaymaydigan ma boshqa bunda taq-tuqi gaplarni mendan so'manglar. Balig'i kelgancha chaq-chaq qilgan ish emas. Ona bo'g'ish uchun jahonda muhimi er emas. Uning ustiga andaq necha erdan qilib qolgan balalar va oilaga nisbatan ma ona ega qandaq tegish bilan ko'ngli kimga tushib qolishlarni hisoblashmaydi. Mening ballalarim ko'p. Qanday qilsam jinimni guldek baqqanning ustiga men ballalarimga yaxshi sharoit berma. Dadasizlikni chandulmayma. Normal psixikada cho'ng qilma deganni o'ylashinglar jima. Voyjon. Nima qo'ydi juriydigan sil deyman. Xanim qizlar